Hammaga assalomu alaykum. Bu men Surayyo. Turkiyada deyarli 10 yildan beri yashab kelmoqdaman. Hozirda Turkiyada doktoranturada o'qiyapman. Bu videoda sizlarga Turkiyada kontrakt asosida o'qish uchun qancha mablag' ketishi haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Xo'p, aslida Turkiyaga hammani grant asosida kelishni juda ham xohlayman. Chunki agar siz grant asosida kelsangiz, bu yerda o'qishingiz, turar joyingiz, sog'lik sigortangiz, oylik stipendiyangiz hammasi beriladi. Lekin afsuski hammaga ham grant chiqavermaydi. Shu paytda Turkiyaga kelmoqchi bo'lganlar uchun kontrakt yo'li bor. Kontraktga qanday kirsa bo'ladi? Kelinglar boshidan boshlaymiz. Turkiyada ham O'zbekistonda bo'lgan singari ikki xil universitetlar bor. Bular xususiy universitetlar va davlat universitetlari. Xususiy universitetlar haqida gaplashib o'tamiz birinchi, undan keyin davlat universitetlari haqida gaplashamiz. Xo'p, xususiy universitetlarda nimalar bo'ladi? Xususiy universitetlarda birinchi negativ tomoni bu qimmatligi. Kontraktlar kamida $2000 dan boshlanadi. Balki bir semestrga bo'lishi mumkin, balki yillik bo'lishi mumkin. Ko'proq bir semestrdagi $2000 dan boshlanadi. Yana bitta minus tarafi, ko'pchilikka xususiy universitetdagilar uchun shunaqa takliflar beradi. Sizga 50% grant beramiz, 20% grant beramiz deb va ko'pchilik bunga uchadi. Lekin siz bu 50% grant, 20% grant degan narsada siz stipendiya olmaysiz, pul olmaysiz. O'shanda ham siz pul to'laysiz. Masalan, sizni yo'nalishingiz kontrakti $2000. Sizga aytishyapti, sizga biz 20 yoki 50% gacha grant yutib beramiz deyishyapti. Xo'p, bunda qanday bo'ladi? Siz deyarli aytaylik 50% lik grant yutib oldingiz. $2000 lik kontraktingiz bor. Kontraktingizdan 50%ni tushirib berishadi. Ya'ni siz $2000 emas, $1000 ga nima to'laysiz, kontrakt to'laysiz va bo'ldi. Yotadigan joyingiz, ya'ni qoladigan joyingiz, yeb ichishingiz hammasi yana o'zingizdan bo'ladi. Faqatgina kontraktingiz uchun skidka qilib berishadi xolos. Bu grantda shunday narsa bo'ladi. Yana bitta negativ tomoni bor, bu diplomi. Bizda O'zbekistonda ham xususiy universitetlarda diplomi bilan davlat universitetlarida diplomi solishtirganda albatta davlat universitetlarida diplomini kuchli deb baholashadi. Chunki imtihon universitetni bitirganingizdan keyin albatta nima qilasiz? Ish qidirasiz. Ish qidirgani borganingizda siz xususiy diplom bilan borsangiz, Turkiyaniki bo'lsa ham, boshqa universitetniki bo'lsa ham, lekin sizdan boshqasi davlat universitetida diplomi bilan kelishsa nima bo'ladi? Albatta davlat universitetida o'qiganlarni diplomini ishga qabul qilishadi birinchi bo'lib. Ya'ni bu ma'lumotlarni hamma ham aytmaydi sizga. Shuning uchun har doim davlat universitetlarida o'qishingiz yana ham ma'qulroq. Xususiy universitetlar shuncha negativ tomonini aytdingiz, hech ham pozitiv tomoni yo'qmi deyishingiz mumkin. Bor albatta. Xususiy universitetlarda biz ko'proq kimga tavsiya qilamiz? Xususiy universitetlarda biz ko'proq Turkiyaga ishlash uchun kelmoqchi bo'lganlargagina tavsiya qilamiz. Chunki siz kontraktini to'laysiz, sizga tegmaydi unchalik, imtihondan o'tsangiz bo'ladi. Imtihondan o'tsangiz bo'ldi. O'qishingizni uzaytirib o'qisangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari yana xususiy universitetlarda yaxshi tomoni Istanbulda bo'lganligi. Ko'pchilik Istanbulda xohlaydi. Istanbulda o'qimoqchiman, Istanbulda yashamoqchiman, Istanbulda ham ishlab ham o'qimoqchiman deganlar ko'p. Masalan, Turkiyada o'qishni, ishlashni xohlaydiganlarning %90% Istanbul uchun kelishadi. Shuning uchun xususiy universitetlarga, Istanbuldagi xususiy universitetlarga kirish juda ham oson, imtihonsiz. Faqatgina attestatingiz bilan yoki litsey kollejni bitirgan bo'lsangiz, litsey kollejdagi diplomingiz bilan kirsangiz bo'ladi va albatta pul bo'lishi kerak. Undan tashqari xususiy universitetlarda yana bitta pozitiv tomoni shundaki, sizdan yosh so'ralmaydi. Masalan, 45 yoshdagilar odam ham studentlik uchun topshirsa bo'ladi va rasmiy student bo'lgandan keyin kontraktini to'lab Turkiyadan o'sha Istanbuldan yashash ruxsatnomasi olsa bo'ladi. Shu tarafi ham xususiy universitetlarda pozitiv tomonlaridan biri. Qisqacha qilib aytganda, xususiy universitetlarda pulingiz yaxshigina ko'p bo'lsa, topshirsangiz bo'ladi va o'zingiz tanlagan yo'nalishingizda yaxshi mutaxassis bo'lishingizga ko'zingiz yetsa, hamma joydan ish topa olaman desangiz, albatta topshirsangiz bo'ladi. Xususiy universitetlarda diplomi hech qayerga o'tmaydi degan narsa emas. Faqatgina konkurensiyada davlat universitetlarini ko'proq tanlashadi demoqchiman, xolos. Ya'ni noto'g'ri tushunilmasin. Endi kelaylik davlat universitetlariga. Davlat universitetlarida, Istanbulda davlat universitetlarida imtihon bilan qabul qilinadi. Bu birinchi qoida. Kontrakt narxi xususiy universitetlarga qaraganda pastroq bo'ladi, yaxshigina pastroq bo'ladi. Lekin Istanbulda
davlat universitetlarida o'qishni tavsiya qilmagan bo'lardim. Nimaga? Agar sizni maqsadingiz faqatgina o'qish bo'lsa, siz hech qanaqa imtihonlarsiz Sakarya, Izmir, Mulla, yana qaysi Chanakkala, Eskishehir degan Turkiyaning mashhur shaharlariga kontrakt asosida bemalol imtihonsiz kirsangiz bo'ladi. Endi kontrakt narxlariga keladigan bo'lsak, kontrakt narxlari yo'nalishlarga ko'ra o'zgaradi. Masalan, siz tibbiyot o'qimoqchisiz, 5000, 6000 dollargacha boradi albatta. Stomatologiya ham shunaqa qimmat. Eng qimmat fakultetlar bular, huquq fakulteti ham qimmat. Lekin siz masalan turizm o'qimoqchisiz yoki menejmentlik o'qimoqchisiz yoki iqtisod o'qimoqchisiz, yana hamshiralik o'qimoqchisiz yoki adabiyot, tilshunoslik, tarixshunosliklar o'qimoqchisiz, bular anchagina arzon bo'ladi. O shahardagi universitetlarda nufuzi ham yaxshi bo'ladi, lekin kontrakti ham arzon bo'ladi. Davlat universitetlarining kontrakt narxlari tibbiyot va stomatologiyani aytib o'tdim, taxminiy narxlarini. Mana narxdan jicha yo'q qimmatroq bo'ladi, jicha yoki arzonroq bo'lishi mumkin. Endi boshqa fakultetlarga keladigan bo'lsak, bitta semestr uchun 500 dollardan boshlanadi, borishi mumkin 1000 dollargacha borsa. Lekin 1000 dollarga bormaydi deb o'ylayapman. Undan keyin kichkina shaharlarda, Istanbuldan tashqari bo'lgan shaharlarda studentlar uchun qoladigan joy topish osonroq Istanbulga ko'ra. Masalan, ham arzonroq qoladigan joy topasiz, ham universitetingizga yaqin joyda topasiz. Istanbuldan afzalligi shunda. Agar siz Istanbulda o'qimoqchi bo'lsangiz, Istanbulda yomonlamoqchi emasman, albatta o'qing, lekin Turkiyadagi minus va plyuslar haqida gaplashyapmiz. Istanbulda qoladigan bo'lsangiz, sizni universitetingiz sizni qoladigan joyingiz bilan kamida 1 soat uzoqlikda bo'ladi. Yo'ldagi probkalar bilan siz universitetga borish uchun 2 soat vaqtingizni sarflagan bo'lasiz. Lekin Sakarya, Izmir, Eskishehir, Mulla degan shaharlarda o'qishingizga bemalol piyoda borsa yarim soatda borib kelishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa pozitiv taraflari ham bor. Endi qoladigan joy. Siz o'qishga kirdingiz, imtihonsiz qabul qilindingiz. Aytaylik, Sakaryaga yoki Eskishehirga yoki Izmirga. Xo'p, qoladigan joyni qayerdan topaman? Kontraktingizni to'ladingiz. Aytaylik, siz 700 dollarga 6 oy uchun o'qish pulingizni to'ladingiz. 600 dollar, o'rtacha narx 600 dollar to'ladingiz. Endi siz uchun qoladigan joy kerak bo'ladi. Birinchi yilda kelganlar uchun doim yotoqxonalarni tavsiya qilaman. Nimaga? Xususiy yotoqxonalar bor, davlat yotoqxonalari bor. Birinchi yilda kelib davlat yotoqxonalaridan joy topolmasligingiz mumkin, lekin xususiy yotoqxonalardan albatta joy topasiz. Xususiy yotoqxonalarning narxi oyiga 300 dollar, 400 dollar bo'lsa kerak. Hozirgi narxlarga ko'ra aytyapman. Oldin juda ham arzon edi, hozir qimmat bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Xususiy universitetlarning afzalligi nimada? Bemalol dokumentingiz uchun rasmiy hujjat berishadi. Biz o'quvchimiz shu yerda qolyapti, oylik to'lovini to'layapti degan hujjat qilib beradi. Masalan, hozir minimum kafeda ishlab daromad qiladigan summani aytdim, lekin ko'pchilik bundan ko'p topadi. Masalan, 8 soat ishlamaydi, 10 soat ishlaydi, 12 soat ishlashadi, ham o'qishadi. Bundan tashqari kanikullarda, masalan, hozir yoz keldi. Yozda juda ham ko'p ish bor Turkiyada, bilasizlar. Turistik davlat Turkiya. Agar siz turkchaning yonida inglizcha ham bilsangiz, turistik joylarda ofitsiantlik qilib, soatiga lirada emas, dollarda, yevroda pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Kelaylik, endi eng muhim masala bu o'qishga qanday kirsak bo'ladi. Xususiy universitetga ham, davlat universitetiga ham qanday kirsak bo'ladi. Bu juda ham oson. Siz menga murojaat qiling. Pastda nomerlarim bor. Telegramdan murojaat qiling. Telegramga shu nomerlarimni yozing. Telegram lichkam chiqadi va menga attestat, o'zingizning bitta rasmingiz, ID yoki pasportingizni yuboring. Men sizga universitet ro'yxatini yuboraman. O'zingiz xohlagan bir universitetni tanlaysiz, o'zingiz xohlagan bir yo'nalishni aytasiz. Men sizga shu yo'nalishga, siz xohlagan universitetga topshirib beraman. Undan keyin o'qishga qabul qilinganingizdan keyin kelish jarayoningiz haqida ozgina yana ma'lumot berib o'taman. Qanday ma'lumotlar? Siz o'qishga qabul qilindingiz. O'qish sizga qabul maktubi jo'natadi. Bu degani bo'ldi, men Turkiyaga ketaveraman deganda emas albatta. Chunki bilamiz, Turkiya o'zbeklar uchun, O'zbekiston uchun vizasiz rejim qilgan. 90 kun Turkiyada yurishingiz mumkin. Lekin siz rasmiy o'quvchi bo'lib Turkiyada yashamoqchi bo'lsangiz, student bo'lib yashamoqchi bo'lsangiz, viza bilan kelishingiz kerak bo'ladi. Qabul maktubingizni olib borasiz va Turkiya elchixonasiga
Turkiya elchixonasi sizga 1 kunda yoki 2 kunda viza urib beradi pasportingizga. Studentlik vizasi urib beradi va bu siz Turkiyaga kelganingizdan keyin Turkiyada yashash ruxsatnomasi olish jarayonida sizga katta yordam beradi. Siz umuman qiynalmaysiz. Siz vizangiz yo'q ekan, borib O'zbekistondan viza bilan keling deb hatto yuborishlari ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun buni hamma ham aytmaydi. Ko'pgina o'zbeklarni ko'rganman, vizasi yo'q, borib viza olib kelgan o'zbeklarni ko'rganman. Shuning uchun viza olib kelsangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Endi siz agar umuman turkcha bilmasangiz, o'qishga qabul qilinasiz va 1-yil padkurs o'qiysiz. Padkurs o'qishni men doim tavsiya qilganman o'quvchilarimga. Nimaga? Padkurs o'qiyotganingizda siz faqat turkcha o'rganasiz va turkcha o'zbek tiliga yaqin bo'lganligi uchun siz darslarda umuman qiynalmaysiz. Undan tashqari dunyoning har bir joyidan sizni bitta sinfdoshingiz bo'ladi, gruppadoshingiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r holat. Masalan, ishonasizmi, mening Madagaskardan ham bitta gruppadoshim bor, Ramazon Bau. Ya'ni dunyoning har bir joyidan, Meksikadan, Afrika davlatlaridan, Yevropadan, ya'ni istalgan joydan, xullas Braziliyadan kelib o'qishadi Turkiyada. O'shalar bilan ham o'rtaq turkcha o'rganasiz. Undan tashqari turkcha o'rganayotgan paytingizda siz har xil tadbirlarga qatnashasiz. Bilasiz, Turkiya O'zbekiston bilan hamdo'stligida juda ham yaxshi ishlar olib borilyapti ham ta'limda. Masalan, siz oddiy o'zbekcha she'rlar o'qib ham tadbirlarga qatnashishingiz mumkin. Bu tadbirlarda faol qatnashganingiz uchun sizni universitet bepul shaharlararo sayohatga ham olib chiqadi. Qisqa qilib aytganda, siz Turkiyaga o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, albatta shu nomerlarga yozing, Telegramdan yozing. Men sizga albatta yordam beraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha